Va ustalar, iltimos sizlardan manaqa ishlar qilib tashamanglar. Teriga Nexa'ni prujinalarini qo'yib, rezinkalar qo'yib, nimalar qilib tashashganda qaranglar. Hozir Surxondaryodan imini bizga hadovoylarni qildirgan okamizning mashinalarini olib kelganlar. Cherry 8 Pro bo'ladi mashina. Buni hadovoylarni hozir sizlarga bitta tanishtirib o'taman. Ruloviy kolonkasidan boshlaymiz. Ruloviy kolonkalargacha polniy remont qilib berdik. Orqa bumerang sanli bloklarni ko'rasizlar, plavoshiy sanli bloklar bo'ladi. Qilich sanli bloklari ham merski bo'ladi. Richak sanli blokka bitta e'tibor berib qo'yinglar. Polniy perdelka qilingan bo'ladi. Mer sanli bloklari bilan bo'ladi. To'rtta ustilenli amortizator o'ziniki salsilaviy bo'ladi. Yongi o'qlar o'ynab ketganda hisobiga ozgina to'qqillagan ovozli beradi. Biz hozir polniy perdelka qildik. Mashinani ustunovka qilib beramiz. Shu polniy xizmatimizni okamizga $900 aylanyapti. Kimga shunaqa xizmatlarimizga kerak bo'lsa, bemalol amortizator nomeridagi servisiga murojaat qilasizlar. Videoga bitta like bosib qo'yamiz. Cherry olgan do'stinglar bo'lsa, videoni sirasini jo'natib qo'yamiz.